inshaalloh bu obyektimizni bitirdik. Alimtevada obyektimizni bitirdik. Mana qilib chiroyli qilib o'stirmani qoqib, yonboshlarini to'sib. Butun mikrofonimiz inshaalloh oq bilan korishniy aralashtirib qilib berdik. Uyda egasi shuni xohladi. Bu yonboshini ham to'sib, mana qilib chiroyli qilib bitirdik mana. Inshaalloh mana robotxonasi bu 10 metr. Mana qilib svetlarini ulab, chiroyli qilib beramiz. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga podpiska bosib, like bosib qo'yinglar. Mana bu yerda ham kichkina joyimiz bor. Robotxonamiz 10 metrga 330 eni. Enijicha kichkinalik uchun chekasiga anaqa bo'lmay qoldi. Chipu qilaman desak bo'lmay qoldi. Mana o'stirmalari uydicha. Bu yerlarda ham shu yonboshlari bilan to'sib, chiroyli qilib berdik. Robotxonamiz inshaalloh. Svetlarini ulab, mana qilib chiroyli qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Usta Bahodirga murojaat qiling.